Davlatimiz rahbari joriy yil 26-sentyabr kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida daraxtlarni aynan kuz faslida ekishni hajmini kengaytirish zarurligini ta'kidlab, bu boradagi ustuvor vazifalarni belgilab berdilar. Shu asosda mamlakatimiz bo'ylab Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida kuzgi ko'chat ekish mavsumi boshlandi. Tadbirda nafaqat viloyatdagi tashkilot va korxonalar, balki respublika miqyosidagi vazirlik, idora hamda agentliklar vakillari ham faol ishtirok etishdi. Bugun Yashil makon doirasida Adliya vazirlik jamoasi bilan Toshkent viloyati hududida daraxt ekish, ko'kalamzorlashtirish tashviqoti bilan yuribmiz. Bu juda bir global mavzu hisoblanadi, chunki bizdan keyingi kelajak avlodga toza hudud, ya'ni toza havo qoldiradigan bir investitsiya hisoblanadi. Adliya vazirligi bilan mana keldik, daraxtlarni ekdik, lekin buni keyingi bosqichlarini amalga oshirishimiz kerak, ya'ni bu daraxtlar qurib qolmasligi uchun hamda bir oilaviy qayergadir sayohatga chiqish kerak bo'lsa, albatta kelib bu daraxtlarni sug'orib, ya'ni dam olishlarda farzandlarimizga ko'rsatishimiz kerak. Chunki bizdan qoladigan narsa nima, meros nima? Shu daraxtlar, bu ya'ni kelajakka investitsiya hisoblanadi. Bu tashabbus nafaqat yo'l atrofini ko'rkamlashtirish, balki ekologik muvozanatni saqlashga ham xizmat qiladi. Joriy yil kuz mavsumida respublikada Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 125 million tub manzarali mevali daraxt buta ko'chatlari ekilishi rejalashtirilgan. Hamda hozirda hududlarda ko'chat ekish tadbirlari ish boshlandi. Hamda hamma hududda o'zini o'sha belgilangan rejasi, belgilangan o'sha ko'chat turi, belgilangan raqamlari bo'yicha ko'chat ekish ishlari amalga oshirilyapti. Mana shundan joriy yil mana bugungi kunda Toshkent viloyatining o'sha Ohangaron tumanida katta yo'l bo'yida vazirlik idoralar tomonidan o'sha belgilangan yerlar ajratildi. Hamda o'sha yerlarda hamma vazirlik o'z ko'chatlarini bugun erta hashar qilib, hashar yo'li bilan tadbir uyushtirildi. Bu hashar davomida bugun 2 kunlik o'sha ko'chat ekish tadbirida 450 mingdan ziyod manzarali ko'chatlar ekiladi. Shundan mana oladigan bo'lsa, bugungi kunda ekologiya vazirligi ham shular qatorida belgilangan joylar berilgan, hamda shu yerda o'sha 3 turdagi biz asosan ko'chat ekyapmiz. Shumtol, katalpa hamda o'sha qayrag'och daraxt ko'chatlari, manzarali daraxt ko'chatlari ekilyapti. Endi bu ko'chatlarni ekishdan maqsad bu qayrag'och daraxt ko'chatlari asosan suvsizlikka chidamli, kam suv talab etadigan o'simlik va hamda ko'karuvchanligi yuqori hisoblanadi. Shuning uchun shu ko'chatlar tanlandi. Hamda bugungi kunda o'sha ommaviy tadbirda bizdan vazirlik tomonidan o'sha xodimlar hammasi ishtirok etib, o'zimiz shu yerda ko'chatlarni ekib sug'orish ishlarini ham amalga oshiryapmiz. Mazkur tadbirda Toshkent viloyati prokuraturasi ham faol ishtirok etdi. Ular tomonidan ham yo'l bo'ylarida ko'chatlar ekilib, hududni obodonlashtirishga hissa qo'shildi. Biz mana Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan Yashil makon umummilliy loyiha doirasida joriy yil kuz mavsumida viloyat hududida 11 milliondan ortiq ko'chat, manzarali va mevali ko'chatlar ekish rejalashtirilgan. Viloyat prokuraturasi tomonidan manzarali daraxt ko'chatlari ekilmoqda. Shu bugungi viloyat prokuratura organlariga shu 50 mingta ko'chat ekish rejalashtirilgan bo'lsa, bugun 10 mingta ko'chat ekish rejalashtirilgan. Prokuratura organlari tomonidan ekilgan ko'chatlarning haqqoniyligi doim o'rganib borilib, ustidan doimiy nazorat o'rnatilgan. Xodimlarni shu uyushqoqlik bilan shu tadbirlar o'tkazish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Joylarda qozon o'choqlar qo'yilgan va hammasi tartib bo'yicha amalga oshirilmoqda. Aynan bu yo'l bo'yiga qanaqa ko'chatlar ekilmoqda? Bu yo'l bo'yiga birinchi navbatda manzarali, keyin mana nihol ko'chatlar ekilyapti, keyin terak ko'chatlar ekilyapti. Ular ham shu qator orasiga gullar va manzarali daraxtlar yana ekilyapti. Yashil makon oddiy ko'chat ekish emas, balki kelajak avlod uchun toza havo, sog'lom muhit va yashil vatanni yaratish harakati demakdir. Bunday keng ko'lamli ezgu ishlarning samarasi esa yillar davomida o'z natijasini beradi.